Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Beggy Crafter. Tak, bugun sizlar bilan mana bu Minecraftda server ochamiz, Block Party serverini. Hozir. Вот. Buni qayerdan yuklash kerakligini ham aytib o'taman. Birinchi bu Minecraft yuklab olishinglar uchun men bu yerga kirishinglar kerak, Chromega. Keyin esa hozir to'xtab turinglar. 1 minut. Men bu yerga yozasizlar. Tak, hozir blok nima deyapman? Serverda nomini yozib yotibman bu tomonga. Uzra. Craftsman blok deb yozasizlar. Keyin esa mana chiqib turibdi menda уже. Итак, вот. Mana bu yerda chiqadi. Вот mana bu. Ustiga bosasizlar, keyin yuklab olish tugmasi chiqadi. Вот, mana перейдini bosasizlar keyin. Keyin esa mana bu downloadni bosasizlar, keyin fayllarga yuklanib olmaydi. Hech qanaqa virus yo'q. Do'stlar, endi server ochishga kiramiz. Craftsman blokka kirib olamiz o'zimiz. World blockda o'xshamaydi server ochish. Yo kechadan oldin kuni bilmasdan kirib qolgandik ham. Kirib ketdi hech qanday Block Partyga. Tak, вот, men bu serverda ochishni o'rganamiz bugun. Tak, hozir to'xtab turinglar. Ozgincha qotibdi. Tak, новый yerda bosamiz. Дополнительный oldida turgan tugmachani bosamiz va mana bu yerga. Давайте kelinglar bu yerga. Nima deb yozamiz? Serverga nom berishinglar kerak-da. IP ga nimaga o'tib ketdi? Obuna bo'l deymiz. Вот. Endi pastiga IP adresga blok deb yozasizlar. Blok, keyin bunaqa chiziqcha qo'yishinglar kerak. Keyin party. Вот. Nuqta qo'yishni unutmanglar. Ko'pchilik o'sha mana shu joyda xato qiladi. Nuqta qo'yishni unutib, party ro deb ketadi. Nuqta ro qo'yish kerak. Tak, men bu portga tegmaysizlar. O'sha o'zini porti turaveradi. Добавить serverda bosamiz. Tak. Bizada Вот, men bu yerda chiqadi. Nimaga bu yonmayapti demoqchi bo'lsanglar, chunki menda bor bu server. Вот. Xohlasanglar ko'proq server ochishni o'rgataman. Faqat keyingi safar buni internetda emas, Wi-Fi da o'ynashinglarga maslahat beraman. Chunki bu internetga umuman kirmaydi. Вот menda hozir mobildan edi turibdi. Вот internet. Hozir kirsam, shunaqa chiqib turadi. Hozir mayli qiziq uchun sizlarga kirib ko'rsatib beraman. Bo'la qolay endi. Sizlarda agar Wi-Fi bor bo'lsa, bemalol kiraveringlar. Bu o'xshaydi 100%. Voy, sanam bir. Wi-Fi yetib kelmayapti bu yoqqa. Men boshqa komnatada o'tiribman.